Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Dumg'aza xususida suhbatimiz ketayotirdi. Dumg'aza shikastidan oyoqlarga og'riq berishligi. Oyoq to quyumishdan bir tomonlama og'riq, pastgacha beradigan og'riq. Xo'sh, o'ng oyoq yoki chap oyoq yo ikkala oyoqda bir xilda og'riq holatlari. Oyoqda isimasligi. Xo'sh, yo bo'lmasam oyoq ma'lum darajadagicha muzday turishligi. Endi bu holatlar nimadan? Bu albatta tashxisni tinni qo'yib olishligimiz shart. Ko'proq bu holatlarga sabab bo'ladi dumg'aza travmalari. Dumg'azadagi ezilishlik. Dumg'azadagi ezilishlikning oqibatida oyoq, o'ng oyoq yoki chap oyoq yo bo'lmasam ikkala qismda teng og'riq bo'lishligi. Oyoq har qanday og'riq qoldiradigan ukol, boshqa bo'laklar yo bir dori-darmonlar, tabiiy dori-darmonlar surtilishligi bu narsaga effekt bermasligi, ya'ni og'riq vaqtinchalik qolishligi o'sha narsalarda qilingan dori-darmonlarning kuchini ko'tarilishligi bilan yana bu narsa davom etishligi. Endi bunday holatda bo'ladi. Oyoqdan og'riq kelib turib, zinqish bilan og'riq kelib turib ko'proq yo bo'lmasam oddiy bir xilda og'riq bo'lib turib tovonda to'xtashligi, ya'ni tovon sistemasida muzday holatlar yo isish holatlar bilan kuzatilinib, qolgan oyoqda boshqa qismi quyumizgacha bo'ladigan holatlarda og'riq darajasini kuchli bo'lishligi. Endi mana ba'zilar ham shikoyat qiladi, kechasi bilan uxlolmay chiqdim. Yo ozgina harakat, ozgina yurishlikning oqibatlarida ham oyoqda bo'ladigan og'riqlar. Xo'sh, bu narsalar nima qilinadi? Endi shunday holatki, bu narsalarni bartaraf qilishlik uchun albatta dumg'azadagi shikast bartaraf qilinishligi kerak. Xo'sh, dumg'azadagi shikast bartaraf qilinib, oldin tashxis chiroyli holatda qo'yilgandan keyin dumg'azadagi shikastga astoydil harakat qilinadi, bartaraf qilinishligi. Bu dumg'azani o'zida og'riq bo'lmasligi mumkin. Dumg'aza belda tolishli holatlari. Toladi xolos, og'riq bo'lmaydi. Ba'zi holatlarda belda ham og'riq, to oyoq, to past qismlarigacha og'riq. Bu tashqi shikast, tashqari tomondan qattiq bo'lganlik oqibatida tashqi shikast ham bor, ichki shikast ham bor. Endi bunday holatlarda nima qilinadi? Ko'proq mana Alloh taolo Qur'onda shifo degan asaldan foydalanishlik afzal hisoblanadi. Endi mana bizda tashxis aniq qo'yilgandan keyin ma'lum kun ichida bizda nima bo'ladi desa, biz dori bermaymiz, qo'limiz insonga tegmaydi. Bizda o'zini quvvati organizmdagi kasalliklar bilan kurashadi. Xo'sh, bunda jarayon qanday kechadi? Jarayon shunday holatki, birinchi 3 bosqichdan iborat bo'ladi dumg'azaniki. Bu holat darajasi oyoq tomonga berishlik holatlari unchalik og'ir hisoblanmaydi. Lekin og'riq ma'lum darajada bo'lib turadi. Xo'sh, bizda ham muolajalarga qatnashilib, ham dumg'aza qismga asal qo'yilishligi. Oyoqlar bunga yordam nima? Oyoqlarda mana berib o'tib ketganmiz isiriqda sekin постепенный, pastdan tepaga qarab turib, yangi uslubda, biz aytgan uslubda xo'sh, vanna holatlarini bajarishlik. Vanna muolajasini chiroyli holatda bajarib turiladi, belga doimiy ravishda dumg'azaga asal qo'yiladi. Xudo xolasa shu vanna, shu haqiqatan suvdan oyoq chiqqandan keyin asal orqasidan yog' surtishlik. Xudo xolasa bu narsa sal ko'proq davom etadi. Dumg'aza masalasi jicha nozik bo'lganligi uchun bu narsalarning muolajalari eng kami bir 21 kunga olib borilgani ma'qul bo'ladi. Keyin bu dumg'azaniki nozik bo'lganligi uchun o'zi yangi issig'ida bo'ladigan bo'lsa, bitta kurs bilan Xudo xolasa o'tib ketadi. Dumg'aza travma bo'ldimi, yiqilindi
yo qattiq bir shikast bo'ldi, urildi. O'sha zahotda inson nima jichi og'rib qo'yib yuborgandan keyin bo'ldi-da deb ketishligi noto'g'ri bo'ladi. O'sha muolajalarni bir qator bajarib qo'yishlik bilan bitta holat bilan o'tib ketadi. Mabodo o'sha narsalar bajarilmasa, yag'i endi hammaga borsa har xil tashxisini qo'yib, gumon, taxmin tashxislar bilan xudo xolasa u daraja kasalliklar avj olib ketib qolishligi mumkin. Endi u narsalar fasl ko'rgan, saqlangan bo'ladigan bo'lsa, hozirgi aytgan protsessimiz, davolanish protsessi 3 bosqichdan iborat bo'ladi. 1,5-2 oydan yana bir marta 21 kun, eng kam 21 kun asal va muolajalari. Yana 2 oy o'tkazib, yana xuddi shunday holat albatta qilinishligi shart. Xudo xohlasa shifosi kasallik bo'lmaydi, hamma dar shifosi bilan. Savollar bormi? Assalomu alaykum rahmatullohi.